qaynonalar nega o'g'lini rashk qiladi? Va ikkinchi masala bor, rashk qilmaydi. Qaysi ona rashk qiladi? Rashk qilganda uylantirmasdi degan fikr ham bor. Kelinidan deyapman. Agar ayol kishini hayotida ajrashgandan keyin turmush qurmay, faqat shu o'g'ilni, ikkita bo'ladimi, uchta o'g'il bo'ladimi, shuni katta qilib, hayotidagi erkagi o'g'li bo'lib qoladi. Endi tasavvur qiling, psixika uchun o'g'il degan tushunchasi yo'q. Psixika uchun ayol va erkak bor. Demak, uni hayotidagi erkagi kim? Unga mehr beryapti, uni tushunyapti, eshityapti, ro'zg'orini qilib beryapti, hamma dardlarini aytyapti-da, yana bitta ayol keldi. Va uni erkagiga ayol keldi. Uni ongsiz ravishda rashk qilishni boshlaydi. Ya'ni o'zini partnyori edi, ya'ni emotsional, ya'ni psixik partnyorini berib qo'ydi. Shuning uchun o'zi bilmagan holatda ayollarni g'ashi kelishni boshlaydi keliniga. Ozgina bunday quchoqlashib o'tirsa ham, qitiqlashsa ham, qaqqadir chiqsa ham, u ko'tara olmaydi, chidolmaydi, chunki uni hayotidagi erkagi o'g'li edi. Eri bo'lib turib ham qiladi-yu deyshadi. Demak, eri bo'lib turib qiladiganlar, men erkagim bilan munosabatim yaxshi emas, meni erim meni eshitmaydi, meni erim meni xohishlarimni bajarmaydi, lekin meni o'g'lim bajaradi. Oyi, ona deb bajaradi. Demak, meni hayotimdagi erkagim o'g'lim. Ertaga men u o'g'ilni yonidagi ayolni ko'rsam g'ashim keladi.